Undan keyin nima bo'ldi? Undan keyin Ibratning maktabiga o't ketdi bolam. Qo'l yozmalari, darsliklari bor yo'g'i yonib ketdi. Bunga sabab nima edi? Yangi usuldagi maktab juda ommalashib ketdi. Talib ilmlarning soni 12 tadan 1300 ga yetdi bolam. Ibratdan bepul dars olib, tezda savod chiqarishdi. Xona sovib ketdi. Pechkaga sizni qo'l yozmalaringizni soldim. O'ylaymanki, qarshi emassiz. Xo'sh, o'rtoq Junadullayev, ko'p chet davlatlarida bo'lgansiz. Xo'sh, u yerda nima bilan shug'ullangansiz? 7 ta tilni mukammal o'rgandim. 20 tilda so'zlasha olaman. Yo'g'i. Bunga pulli maktabdorlar axir qanday chidardi? O'quvchilar qo'ldan ketib, kundan kunga xunob bo'lib, quyishqondan chiqardilar. Ibratga tuhmat qilib, yumaloq xatlar yozib, uni o'yindan chiqarishdi. Vo, Butcher, Vibrant, Verden, Brennan, Balt, Ouch, Mention. Xo'sh, bu nima degani? Bugun kitob yoqqan millat ertaga odamlarini-da yoqadi. Genrix Geyne. Lekin domla to'xtamadi. Yana yangi maktab ochdi. Bepul ilmu urfon berib, ma'rifning nurini sochdi. Xullas, Junadullayev, men Fayzullo Xajayev, Akmal Ikromov bilan birga Sovet hukumatini ag'darishga pinxona tayyorgarlik ko'rayotgandim deb yozib bersangiz bas. Sizni qo'yib yuboramiz. Ochig'i, yozsangiz ham, yozmasangiz ham ikkalasiga qarshi ish ochilgan. Menga qarang. Dunyo ko'rgan odamsiz. Bekorga o'lib ketmang deyapman. Ibrat dunyo kezib yurdi. Yangi bilimlarni oldi va yana qishlog'iga qaytib, Madbay Ishoqiyaga asos soldi. Ko'plab asarlar yozdi. Lug'at sitta as-sina, tarixi madaniyat, tarixi Farg'ona. Taajjubki, barcha musulmon mamlakatlarini inqirozda ko'rdim. Bari ezilgan. Barchasi Yevropaning rivojlangan davlatlariga taslim bo'lib ulgurgan. Nima dedingiz? Nima? Sovet hukumati ma'rifat keltirmadimi? Maktablar barpo qilib, yo'qsillarni o'qitib, to'kin sochinlik, arzonchilik bermadimi? Teatrlar ochilmadimi? Kitoblar nashr qilinmadimi? Sovet hukumati tufayli Turkiston ma'naviy yuksalmadimi? Jome-ul Hudud buvijon. Hamda mezon uz zamon. Lekin millat boshiga qora zamonlar keldi. Yolg'on ayblovlar bilan qatag'onlar boshlandi. Qizil balo Ibratni ham domiga torta boshladi. Sobiq Sovet hukumati 35-yilda hamma lavozimlardan ozod qilib tashladi. Ma'rifat minnatsiz bo'lguvchi edi. Nechun keltirgan ma'rifatingiz evaziga qurbonlik talab etursiz? Junadullayev, musulmon odamsiz. Oyoq tirab turar ekansiz. Kafansiz, janozasiz ko'milib ketasiz. Alhamdulillah, musulmonman. Insonning qandoq ko'milishi emas, qandoq yashamog'i muhim. Iymonim mening kafanim, iymonim. Ko'nglim sezib turibdi. Ijrochining miltig'ida menga atalgan o'q turibdi. Muzdek qop-qora o'q. Lekin zarracha ham qo'rqanim yo'q. Ibrat o'limdan qo'rqmaydi. Lekin mening g'oyalarim bitta o'q bilan tugamaydi. Hali uzoq yillar o'tib, ona yurtim osmonida hurriyat shamoli yeladi. Mening islohotlarim
avlodlarim ongida yana ko'rinish beradi. Millat bolalari, agar meni eshitayotgan bo'lsangiz, doim yodingizda saqlang. Bizlar aslo sotilmadik. Biz bekorga otilmadik. Bugun Ibrat farzandlari katta marralarga erishdi. Ibrat Academy'da 1 milliondan ortiq yoshlar chet tillarini o'rganishdi. Bizning platformamizda 20 dan ortiq til bor. Bu yoshlarga imkoniyat bepul va qulay dastyor. Qolaversa endi bizda offline akademiya bor. Maqsadimiz oliy bizni. Maqsadimiz yuksalmoq. O'zbek o'g'il-qizlariga bepul tillar o'rgatmoq. Buyuk jadid bobolarga, xususan Ibrat domlaga munosib avlod bo'lmoq. Ilm va urfon nurlarini xalqqa bepul ulashmoq. Ushbu qilgan ishimiz milliondan bir zarrasidir. Safimizga qo'shiling, zero millatni uyg'otmoq uyg'onganlarning vazifasidir.